Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehrikilol obunachilari. Azizlar, mana yana bitta ishlarimizdan biri, bitta tandir, bitta o'chog'imiz. Farg'ona viloyati Vadil qishlog'i Guliston mahallasiga bitta tandir, bitta o'chog'imiz. Bu qilgan ishlarimiz Rahmiddin hoji tog'amizni xonadonlariga qildik. Mana hozir tandirimizni pishirib, kecha qurib ketdik. Tandirimiz mana chiroyli bo'lib, ichlari oqaribdi azizlar. Mana tandirlarimiz. Endi bu sovigandan keyin bir qator nomakopda, bir qator oyoqda atiladi. Sovigandan so'ng keyin yopsa bo'laveradi. Bu tomondan ko'rinishlari. Tandirimizni chiroyiga chiroy qo'shib turgan mana shu ayni bo'ldi azizlar. Mana betiga qora tegsa, shunday qorada atib olinaveradi azizlar. Mana yonlarida o'choqlarimiz, ixchamgina ko'klikkina bitta o'chog'imiz tushdi. O'choqlarimizni yoqib qo'yganmiz. Tagida olovlar binafshani singari yonyapti azizlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana güzelliklarni biz turba qo'ydik. Azizlar, biz 3-marotaba kelishimiz. Abduqoffor akamiz nomerlarimizni bergan ekan. O'zi bizni chaqirgan akamiz o'zlari Rossiyada ekan, musofir yurtda ekanlar. Mana hozir kelib xonadonlariga bitta tandir, bitta o'choq qildik. Bir qator tutun tortishlarni ko'rib beramiz. Azizlar, azizlar, tutun tortishlari o'zlaring ko'rib bir qator baho beraverasizlar. Pelisos, çok pelisos. Alo. Azizlar, eshigini yopib qo'ysa ham tutun oldidan chiqmaydi mana. Eshigini yopdik. Bu tomondan ko'rsatamiz. Tutun oldidan chiqmaydi. Endi buni kafel jarayonlari qoldi. Akamiz o'zlari musofir deganlar, o'zlari kelib keltiraman dedi, xudo xolasa. Mana. Xo'p. Endi hoji tog'amiz, mana Rahmiddin hoji tog'amizni xonadonlariga qildik. Xudo xolasa, hoji tog'a ko'yingiz to'ldimi ishlarimizda? Xudoga ming marta shukr, juda yaxshi ishlarni hammasini ko'rdik, tandirni ham ko'rdik. Iloyim omadlaringizni bersin. Mana shunday el yurt, mana shu mahallalardagi yaxshi insonlarga xizmatini qilib, yaxshi bo'lib aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlating. Mana shu joyga bitta duo qiling hoji tog'a. Amin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, fayz barakalaringizni bersin. Mana shunday el yurt xizmatda yurib, doim sog' salomat o'ynab kulib, elni yurtni fatasini olib yuraveringlar. Allohu akbar. Duodan keyin charchoq ham chiqib ketadi azizlar. Mana hozir ishlarimiz yakunladik. Inshaalloh biz yana kelamiz hoji tog'a. O'g'lingiz kelvosinlar, xudo xolasa kelib mangallarda ham, boshqa ishlarda ham qilamiz, xudo xolasa. Bahordan kelib Azizlar, avvalo Alloh yuqtirsin. Mana bizning ustozlarimiz bor, otamiz, bobomiz bor, opoqimiz, Kenjaboy ota ham opoqimiz bo'ladi, ham ustozimiz bo'ladi. O'zimiz xonadonimizda tandir ham yasaymiz. O'sha insonlar sababli shu darajaga yetishib keldik. O'shalarning duosi bilan, o'gitlari bilan azizlar. Mana mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.